Sizlarga ham pizzamiz ham pirojkamiz bo'lgan narsani o'rgataman. Qalmosi ketdi. Uni ertalab xollashga tashab ketgan qatunni savolamiz. Undan keyin olimga kartinka tomib kelishgan, qirg'ichdan chiqazilgan kolbasani ham yaxshilab savolamiz. Keyin hozirgimiz bir chekasida yotgan sirlarni tvorka qilib savoramiz uni ham. Undan keyin qaynatilgan tuxumni tvorka qilib bitta dona o'shani ham savolamiz. Keyin xom tuxumni chaqib savolamiz. Keyin bitta dona choy qoshiqda ham tuz, ham shakar, ham razrixli sirli solib, venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Takoyski aralashtirganimizdan keyin 350 gram unni ham savolamiz. 350 gram un sovagandan keyin mana shunaqa qopchaga sovolib takoyski shedevr yaratamiz. Undan keyin tovaga yog' solib, endi uni qovurib olamiz. 1-2 minutlardan keyin yaxshilab qovurilgandan keyin orqa tomonini o'girib, pishmagan joyini yaxshilab pishirib olamiz. Mana shu takoy chiqadi. Yog'larni sidirib, tarelkalarga sovolamiz. Qarabski, takoyski ham pirojkamiz ham pizzamiz bo'lgan shedevr tayyor bo'ladi. Menga podpiska bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hammaga xayr.